uch deganda otasiz, qizlar tayyormizmi? Quruqlar bilan tayyormiz deylar, biz eshitaylik qizlarni. Turmushga chiqishga tayyormisizlar? Tayyorsizlar-ku, hozir nima deylar-ku? Xo'p, mayli, bu hazillar, yaxshi niyatlar bilan uch deganda otamiz. Men sanab turaman, Nasiba xo'pmi? Qizlar yoyilib turamiz asallar. Xo'p, 1 2 2 yarim 3 ketdik. Bravo! Tasdiklar! Yana bir marta. Bu repetitsiya bo'ldi. Hozir yana bir marta otadilar. Juda ketmadik otmay, asalam, xo'pmi? Qizlar, yoyilib turinglar, turmushga chiqadigan qizlar. Xo'p, yana 3 marotaba sanaymiz. 1 2 2 yarim 3 ketdik. Siz Nasiba nima bu ovqatlanmaganmisiz? Qorningiz ochmasalam. O'zim o'rganib tushunamiz, hayajonlasiz. Shunaqangi oting, qizlar yoki oldiroqqa yoyiladinglar. Sira otamiz, bo'ldimi? 1 2 3